Hürmetli vatandaşım, yukarı liksiyimizin ikincisine başlayımız. Aksaray, Yaponiyanın veziri Shinzo Abe'ni madihlab, urushdan keyin Yaponiya başka devletlerge ölgü boldu deb ko'rsatdi. Mavzulu xabar 8 ayının 14 günü Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Yaponiyanın veziri Shinzo Abe 8 ayının 14 günü urushning 70 yillik xotir kunida suhbat bayon qilib, hergiz ziyonkashlik uchirgan davlatlarda apo so'ramadi. Shunga Jungo va Koreyaning ayblashiga tanqid qilishiga uchirdi. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlari Aksaray 8 ayının 14 günü bayonot e'lon qilib, Shinzo Abe'ning suhbatini qarshi oladiganligini bildirdi. Hamda urushdan keyin Yaponiya boshqa davlatlarga ulgu bo'ldi deb ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Aksaray Bexatarlik komiteti bayonotchisi Ned Price efendi 8 ayının 14 günü bayonot e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Ikkinchi dunyo urushi mezgilida Yaponiya paydo qilgan ziyon zahmatlar to'g'risida cho'nqur pushaymon qiladiganligini bildirdi. Hamda har navbatlik Yaponiya hukumatining tarixiy masala to'g'risidagi maydonda ching turadiganligini bildirdi. Biz buni qarshi olamiz deb ko'rsatdi Aksarayning bayonotchisi. Bayonotda yana mundaq ko'rsatildi. Shinzo Abe Yaponiya kelgusida xalqaro tinchlik va gullanish uchun tuhfa qo'shni xohlaydi deb kapolat berdi. Bu kapolatni Amerika Qo'shma Shtatlari qadrlaydi. Aksaray Bexatarlik komitetining bu bayonotida yana mundaq ko'rsatildi. 70 yildan beri Yaponiya tinchlik, demokratiya, qonun bilan davlat boshqarishini taraqqiy qildirish jihatlarida uzungacha o'zgarmaydigan va'dasi bo'yicha ish qilib, bu davlat Yaponiyaning bu jihatdagi xotirlari boshqa davlatlarga ulgu tiklab berdi. Shinzo Abe suhbat bayon qilganda mundaq ko'rsatdi. Yaponiya qattiq pushaymon qiladiganligini bildirdi. Mushu asosda Yaponiyaning har navbatlik hukumatlarining maydonda ching turadiganligini bildirdi. Tahlil. Ikkinchi dunyo urushi oxirlashgani 70 yil bo'ldi. Yaponiya Osiyo Tinch okean urushi qatnashgan, balki bu urushni qo'zg'agan davlat edi. Urushning 70 yilligini xotirlash kunida Osiyo Tinch okean urushi oxirlashgan 8 ayning 15 kunida Yaponiya vazirining urush to'g'risida, urush tarixi to'g'ri suhbat bayon qilishi kerak bo'ldi. 8 ayning 14 kuni. Shunday kerak bo'ldi. Xitoy hukumati va Koreya Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe Koreya va Jungodan apo so'rash kerak deb turib oldi. Boshdan oxir shunday dedi. Ve Yaponiyaga shundoq besim ishlatdi. Shinzo Abe nutqida apo so'zini ishlatgan bo'lsa-mu, lekin bu Jungodan yoki Koreyadan apo so'raganlik emas edi. Biroq Amerika Qo'shma Shtatlari Aksaray Shinzo Abening suhbatiga yuqori baho berdi va madihlanadi.